qarzdorlikka kirib ketadi degan ekanlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inshaalloh endi muhtoj bo'lgandan keyin qarz oladi-da. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oshni axlatga solmang, gadolik keladi. Kulli axlatga solmang, faromishlik kasali keladi dedilar. Ya'ni o'sha skleroz kasali. Va Xudoning marhamati bilan choyi qoldig'i, shamani axlatga ag'darmay dedilar. Choyi qoldig'ini u ekinni tegida o'g'it bo'lib ag'darilsa to'g'ri bo'lar ekan. Va Xudoning marhamati bilan boya aytganimizdek Sarvari koinot alayhisalom aytgan ekanlar. Namoz shomda qozon qaynatgan xotin qozonni qopqog'ini yopib qaynatsin degan ekanlar. Nega? Namoz shomda qozon qaynatayotgan ayol bilsinki, shomda ya'ni shayton yog'ilib, qo'liga 99 ta bolasini o'tkazib olar ekan. Mana shu kaftiga terib olar ekan tirsaklari bilan bittadan ko'zi tushgan qozonga musulmonni qozoniga tashlab ketaverar ekan. Haligi bolasi bir yumalab chiqib, qozonning lavida ovqatga peshob qilib, keyin chiqib ketar ekan. Shaytonning peshobini ichgan odam yodlaganini unutgan, namozni sahar o'qirmiz, hali qazo bo'lishiga ancha bor deydigan holatga kelib qolar ekan. Qarang. Va Xudoning qudrati bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana marhamat qildilarki, xonadonda o'qitiring yoshlarga, ostonada yoki hovlini supurayotganda qiblaga qarab supurmasin. Qiblani hurmatini qilgan ayoldan qori tug'iladi dedilar. Qoriysizlarmi qori tug'ilishini avloddan? Qibla bilan Qur'onning hurmatini qilsin mana. O'shalardan shunaqa qarangki zotlar tug'ilar ekan. Sarvari koinot alayhisalom marhamat qildilar. Uylaringizni o'rgimchak isiga makon qilmang. O'rgimchak isini tagidan qaragan odamni aqli orqaga ketadi dedilar. Va Xudoning qudrati bilan o'rgimchak isi bor xonadonda o'rgimchakning niyati buzuq maxluq bo'lar ekan, yomon niyat qilar ekan. Bitta o'rgimchakning isini tagi bilan tozalab olgan xotinga Alloh taolo bitta qo'yi so'yib qurbon qilib, xomtalash qilib tarqatdi savobini yozib qo'yar ekan. Mana. Kelin poshshani isi ovaring desa, nega endi faqat men deganda undan oldin savobini yetsa yugurib borar ekan. Biz yetishni bilmaymiz-da. Ani solinsa ensasi qotdi deylar bir ayol bir kuni. Bitta ko'rishdikda keyin ko'rishgan. Siz yetishni bilmagansiz odam. Uni vadag'aylab jahli bilan yetmaydi. Xotirjam o'tirganda bugun bir narsa eshitib keldim. Bitta ayolga barvasta qo'yib, qo'chqorni so'yib, yetimga, yo'qsinga, ochga tarqatib turib, Alloh taolo sadaqa berib ihson qilgan savobini yozar ekan, bolam. Bitta ayolga, qaysi ayolga oyijon desa, bitta o'rgimchakni isi bilan tozalab, xonadonni obod qilgan ayolga deng, keyin safar o'zi qidirib yursin siz. Yetishda ham yetish bor-da.